Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysı yerlerde yaşayatkan Şarkı Türkistanlık Uygur Musulman kırındaşlarımga Allah'ın güzel salamları olsun. Aziz kırındaşlar, süyümlük vatandaşlar. Vatanımız bulgan Şarkı Türkistan'da Xitay tecavüzçilerinin Uygur halkıga Şarkı Türkistanlıkka kılavatkan zulümni bunundan burun kıygan faaliyetlerimizde, namayişlerimizde vasta arkalık biz dünyaga anlatıştırıştık. Hem şu parlamentlarga, BDT'lerge, insan haklarının qoğdaydıgan muşundaq urullarga vasta arkalık anlatıştırıştık. 2018 11 ayının 6. günü buladigan bu namoyish buningdan burun qilgan hech qanday bir namoyishlarımızga o'xshamaydi. Xitoy tajovuzchilarining prezidentlari bo'lsin, tashqi ishlar ministrlari bo'lsin va yoki shu Xitoyning tijorat sababi bilan Yevropaga bo'lsin, dunyoning har qaysi yerlari bo'lsin, shu Xitoy amaldorlari kelgan bo'lsa, ya shularning yatgan mehmonxonasini bilsak, shu yerga berib namoyish qildik, yoki bo'lmasa shu Xitoy tajovuzchilarining amaldorlari o'tadigan ko'chani bilsak, shu ko'chalarda namoyish qildik. Ammo bu doqi 11 ayning 6-si bo'lgan namoyish u namoyishga o'xshamaydi. Burun biz vosita orqali Xitoyga ovozimizni boshqa davlatlar orqali Xitoyga besimimizni ishlatgan bo'lsak, bu 11 ayning 6-si bo'lgan namoyish unga o'xshamaydi qarindoshlar. Chunki 200 davlatga Xitoy tajovuzchilari inson haqlari uchun hisob beradigan bir kun. Onun için biz vatanning sirtida yashayotgan imkoni bor. Bo'libmi Yevropada yashayotganlar hech qanday sabab ko'rsatmasdan bu Jenevadagi 11 ayning 6-si bo'lgan namoyishga qatnashishimiz kerak. Burun vosita orqali Xitoyning zulmini shu davlatimizga, shu parlamentlarga, inson haqlariga birlashgan davlatlarga anglatgan bo'lsak, bodo bevositala 200 davlatga anglata olamiz. Ham shu Xitoy tajovuzchilarining az deganda 50-60 birazdigidek amaldorlari keldigan bir kun. Biz Xitoyning bir amaldorlari kelgan bo'lsa, shuning uchun qaysi mehmonxonaga tushgan, qaysi ko'chada mangadi deb shuni bilsak, ya shu ko'chada mangamdi, mangmamdi, shuning qarta namoyish elib baratdik. Bodochu az deganda 100'dikide Xitoyning amaldorlari keladi. Shu Birlashgan Davlatlar binosining ishida 200 davlatga hisob beradi. 11 ayning 6 kuni Jenevada. Onun uchun Yevropada yashayotgan barliq Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur musulmon qarindoshlarim xalqimizning ovozi, millatimizning sadosi, vatanimizning nidosi bo'lib, mana mushu Jenevada bo'ladigan 11 ayning 6-si bo'ladigan bu tarixiy bir kunga umum yüzlük biz şu 200 devletning Xitoy tajovuzchilaridan hisob so'rayotgan bu kunida biz jarangliq ovozlarimiz bilan Xitoyga la'natimizni o'qishimiz kerak. Ota-onalarimizning, tuqqanlarimizning, yaqinlarimizning, do'stlarimizning rasmlarini qo'limizda ko'tarib berishimiz kerak. Nimishqa deganda biz uvaga oz berib qilib qolsak, biz uvaga ojiz berib qilib qolsak, Xitoy yana bir turkum bo'lginchilar deb 200 davlatning ko'zini bo'yab o'tib ketishi mumkin. Biz uvada jarangliq nutqlarimiz bilan, jarangliq shuvarlarimiz bilan ota-onalarimizning rasmini ko'tarib, Xitoy tajovuzchilari bularning hisobini sendan so'raymiz. Undaq bo'ladigan bo'lsa, qani bu insonlar? Sen Uyg'urlarga zulm qilmaymi deyapsan? Mening ota-onam qani? Mening balam qani? Mening akam qani? Mening hadam qani deb Xitoy tajovuzchilariga qarshi biz 200 davlatning qo'liga mushundaq jarangliq ovozlarimizni sunishimiz kerak. Xitoy tajovuzchilari 200 davlatning ichidan sug'urilib
yeli mikirisi bilen ötmeslik gerek. Eğer biz susluq qilsak, biz hacizlik qilsak, biz az basak, Xitay tecavüzçileri vədə şaxlap ketidi. Xitay tecavüzçilərinin digini bulab, 200 devletmi ulağı özünün sözünü ötkizənmeydi. Eğer şu vədə callıq, kuşluq, avazlarımız, nutuklarımız köp çıksa, callıq çıksa, undaq olsa, sen yalğan dəvətsən, bu sırtlı vaqıravatqanlar nimi adamlar? Bu adamni zulüm kömüse, o resimli nimeler? Dep Xitay tecavüzçilərinin pişanısı vaqqını vurup 200 devlet bu şundaq hesap soraydigan bir gün. Onun için aziz qarindaşlarım, suyumlik vatandaşlarım, mana vatanımız bolgan Şarkı Türkistan'da zulümni anlatıdigan tarihi bir gün, burun vasta arqılıq Xitay tecavüzçilərdən hesap sorgan bolsak, bodoq diram udul hesap soraydigan bir gün. Onun için aziz qarindaşlar, suyumlik vatandaşlar, muşu videosimni top-toplağı evetip koyanlar, insanlarını tıllaydigan, teşkilatlarını tıllaydigan söz ibarlarını yollamasdan, mana inşallah muşu videosimni yollap koyanlar, Allah kalsa ceneverde köreşkiç aman bulan.